Sen indamaganimga o'zingdan ketmagin. Hali buni qaytishi bor. Maktabga o'rganib olay, kuningni ko'rsatib qo'yaman. Hali buni vaqt ko'rsatadi. Qarasanga nima oldim? Voy, rahmat. Sen bundan ham yaxshilariga loyiqsan. Abdazim, bugun Madina darsga kelmaydi. Ya. Madinaning darsga kelish kelmasligi menga nima qizig'i bor? Iya, sizlarning niyatinglar jiddiy emasmidi? Madina bilan o'rtamizda hech qanaqa jiddiy munosabat bo'lmagan. Madinaga keladigan bo'lsak, rahmim kelganidan yordam berib yurganman. U haqida mendan qaytib so'rama. Tushundingmi? Tushundim. Namcha bugun darsda kamchiliksizlar? Ustoz bugun Madina darsga kelmaydi. Tushunarli. Keyingi darsga spravka bilan kelsin. Xo'p, ustoz aytib qo'yaman. Ha, aytgancha Abdazim, kecha Sardor Baxtiyorov sumkangizdan dori topibdi. Qanaqa dori edi u? Kechagi dorimidi? Ko'rishingiz uchun korobkasi bilan olib keldim. Ustoz, mana bu dori. Bu esa retsepti. Madinaning onasiga doktorlik yozib bergan ekan. Bilasiz, bizning dorixonamiz bor. O'sha dorixonadan olib kelganman. Demak bu qo'rqinchli dori emas. Madinaning onasi uchun, to'g'rimi? Ustoz, hech qanaqa qo'rqinchli dori emas, mana nomini ham o'qisangiz bo'ladi. Agar ishonmasangiz, Madinaga o'zingiz berib qo'ying. Madinaning onasi uchun dorixonadan olib chiqib kelayotgan bo'lsangiz, bu ishingiz maqtovga sazovor. O'tirishingiz mumkin. Rahmat, ustoz. Iya, sinfimizga yana yangi qiz kelibdimi? Ha, ustoz, sinfga kelganim sizga yoqmadimi? E'tiboringiz uchun maktab direktori mani tog'am bo'ladilar. Xohlagan sinfimga kirib o'qishga haqqim bor. Yo'q, direktorimiz siz tog'angiz bo'ladilarmi? Darsdan keyin yonimga keling, yaxshilab tanishib olamiz.